Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Sizlar bizlarda yana tekin darslarimiz davom etadi. Bu darslar asosan jahon kontentlari orqali yozib borilyapti. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Agar sizlarga pulli darslar kerak bo'ladigan bo'lsa, Jahon konsalting adminiga murojaat qilsanglar, biz albatta javob beramiz va sizlarni pulli darslarga qo'shib qo'yamiz. Hozirgi darslarimiz esa tekin darslarimiz davom etyapti. Hop, albatta biza bugungi darsimizda yana grammatika mavzularini ko'rib chiqishga boshlaymiz. Oldingi darsimizda grammatika mavzusini ko'rib chiqdik. Bu safar ham grammatika mavzularini birgalikda ko'rib chiqamiz. Rasmini fotoatdi. Kitob. Ya'ni mavzusi orqali biz ko'rib chiqqan edik, to'g'rimi? Unika grammatikasini ko'rib chiqdik. Unika grammatikasini ko'rib chiqqan edik. Mana endi bugungi mavzuyimiz esa IK aning nida grammatikasi bo'ladi. Birinchi mavzuyimiz IK aning nida grammatikasi. Ko'rib turganinglardek bu grammatika qanaqa grammatika va qayerlarda ishlatilishi mumkin, shularni birgalikda ko'rib chiqamiz. IK aning nida grammatikasi. IK aning nida grammatikasi otlarga nisbatan qo'llaniladi va o'zbek tilida emas degan ma'noni bildiradi. Ya'ni otlarga nisbatan qo'shiladi. Biror bir otni inkor qilish ma'nosini ifodalaydi. Ya'ni biror bir otni u emas degan ma'noda ishlatiladi. Xuddi shunaqa va o'zbek tilida emas degan ma'nolarni bildiradi. Misol uchun Michael 씨는 미국 사람입니까? 아니요, 저는 미국 사람이 아닙니다. Yo'q, men, ya'ni Michael siz amerikalikmisiz? Yo'q, men amerikalik emasman. Ya'ni saram so'ziga qo'shilyapti. 미국 사람이 아닙니다 so'ziga saram so'ziga qo'shilib 이가 아닙니다. ya'ni 받침 bo'lsa i 아닙니다 bo'ladi. 받침 bo'lmasa ka 아닙니다 grammatikasi qo'llaniladi bizada. Bu nimadir emasman degan ma'noda o'zini, ya'ni amerikalik emasligini inkor etyapti. Xuddi shu ma'noda ishlatiladi bu grammatika. Keyingisi Michael 씨는 의사가 아닙니다. ya'ni Michael shi shifokor emas, 의사가 아닙니다 deb ishlatyapti. Yoki keyingisi 저는 학생이 아닙니다. 저는 학생이 아닙니다. 학생 talaba, 학생이 받침 bo'lganligi uchun i a닙니다 grammatikasi qo'shildi. 학생이 아닙니다. talaba emasman degan ma'noda ishlatyapti. 한국 사람입니까? 아니요, 한국 사람이 아닙니다. ya'ni koreyalikmisiz? Yo'q, men koreyalik emasman deb, koreyalik emasman deb, ya'ni odam so'ziga iga aninidani qo'shib o'zini koreyalik emasligini inkor qilyapti. Xuddi shunaqa ko'rib chiqamiz. Mashqlar ham bor. Bu yerda Michael 씨는 미국 사람입니까? Michael은 선생님입니까? xuddi shunaqa. 마이클은 미국 사람입니까? 아니요, 미국 사람이 아닙니다. 영국 사람입니다. 마이클은 선생님입니까? 아니요, 선생님이 아닙니다. 기자입니다. xuddi shunaqa javob berish mumkin. Bu nafaqat kasblarni, balki umumiy ma'noda barcha qaysi bo'lishidan qat'iy nazar inson bo'ladimi, odam bo'ladimi yoki biror bir narsa bo'ladimi, uni inkor qilib degan ma'noda ishlatiladi. Ya'ni emas degan ma'noni bildiradi. Hozir bu yerda kasbligi nisbatan yoki qayerlik bo'lganiga nisbatan qo'llanilayotgan bo'lsa, lekin o'zi umumiy olganimizda biza buni umumiy otlarga qo'shib ishlatamiz va bu otlarni inkor qilish ma'nosini bildiradi. Xuddi shunaqa ishlatsak bo'ladi. Ya'ni keyingisi 나나 나나 중국 사람입니까? deb ishlatsak bo'ladi. Yoki 나나 미국 사람입니까? 아니요, 저는 미국 사람이 아닙니다. 중국 사람입니다. deb 여기다 ishlatsak bo'ladi. 나나는 요리사입니까? 아니요, 저는 요리사가 아닙니다. 학생입니다. deb xuddi shunaqa mashqlarni bajarib ketsak bo'ladi. Va bizada speaking bor, 말하기 ismi. Bu yerda dialog beriladi. 여러분 만나서 반갑습니다 deb ishlatilyapti. Tanishganimdan xursandman demaydi. 만나서 반갑습니다 degani tanishganimdan xursandman degan ma'noni bildirardi, to'g'rimi? 저는 마이클입니다. 저는 마이클입니다 deb ishlatyapti. Men Maykilman deyapti. 안녕하세요. 마이클 씨는 미국 사람입니까?
Ya'ni assalomu alaykum, nima deyapti? Maykl amerikalikmisiz? Yo'q, men amerikalik emasman, angliyalikman deb ishlatyapti. 저는 미국 사람이 아닙니다. 영국 사람입니다. deb ishlatyapti. 아, 네. 직업은 무엇입니까? 기자입니다. ya'ni ha, kasbingiz nima? Muxbirman deb ishlatyapti. To'g'rimi? Kiza degani muxbir, ya'ni jurnalist degan ma'noni bildiradi. Xuddi shunaqa ishlatsak bo'ladi. Michael 미국 사람, 영국 사람, 기자. keyingi mashhurlar xuddi shunaqa ishlatsak bo'ladi. 여러분 만나서 반갑습니다 deymiz. 저는 마이클입니다. 안녕하세요. 마이클 씨는 미국 사람입니까? 아니요. 저는 미국 사람이 아닙니다. 영국 사람입니다. xuddi shunaqa. keyingi ise 안녕하세요. 저는 여러분 만나서 반갑습니다. deymiz. 저는 나나입니다. 안녕하세요. 나나 씨는 일본 사람입니까? 아니요. 저는 중국 사람입니다. 아, 네. 직업은 무엇입니까? 학생입니다. xuddi shunaqa ifodalasak bo'larkan. Yoki keyingisi Mariya, to'g'rimi? Mariya ism. Rossiya saram bu rossiyalik, Togil saram germaniyalik, Isa bu shifokor degan ma'noni bildiradi. Xuddi shunaqa ifodalasak bo'ladi. 여러분 만나서 반갑습니다. 저는 마리아입니다. 안녕하세요. 마리아 씨는 러시아 사람입니까? 아니요. 저는 러시아 사람이 아닙니다. 독일 사람입니다. deb xuddi shunaqa xo'rsak bo'ladi va davomi 네. 직업은 무엇입니까? 의사입니다. deb xuddi shunaqa bizlar qo'shib birgalikda ishlatib ketsak bo'ladi. va ketidan yana keyingi mashqimiz 친구들과 선생님 앞에서 자기소개를 해보세요. berilgan bizada, ya'ni do'stlaringiz bilan ustozingiz oldida o'zingizni tanishtirib ko'ring deb mashqda beryapti. 여러분 만나서 반갑습니다. 저는 뭐뭐뭐뭐입니다. 저는 뭐뭐뭐뭐 사람입니다. 직업은 뭐뭐뭐뭐가입니다. yoki 뭐뭐뭐뭐입니다 deb bizlar qo'ysak bo'ladi. Ya'ni ismni qo'ysak bo'ladi birinchisiga va ikkinchisiga qayerlik ekani va uchinchisiga uni kasbi nimaligi ekanligini qo'yib biza 선생님과 친구들 앞에서 자기소개를 해볼 수 있습니다. ya'ni do'stlarimiz bilan ustozimiz oldida 자기소개ni o'zimizni tanishtirib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana o'rniga qo'yib xuddi shunaqa ishlasak bo'ladi. 여러분 만나서 반갑습니다. 저는 뭐뭐 나나입니다. desak bo'ladi. to'g'rimi? 저는 nima? Rossiya saram입니다. yokida 미국 사람입니다. 직업은 의사입니다 deb o'rniga o'rin qo'yib biza shunaqa bu mashqni ifodalasak bo'ladi va biza keyingi mashqlar 여러분 어느 나라 사람이에요? 여러분 친구는 어느 나라 사람이에요? deb ishlatyapti va bu yoqda speaking mashq desa ham bo'ladi. Ya'ni marhagi mashqi, ya'ni gapirish mashqi. Bu yerda savollarga javob berib biza bemalol fikrimizni ifodalasak bo'ladi. yoki 잘 듣고 연결하세요. bu o'sha tibkiy mashqi hisoblanadi. Xuddi shunaqa biza ifodalasak bo'ladi va mana bu yerda kichkinagina vizitkacha yasasak bo'ladi. Vizitka qilib o'zimizni qanaqa, ya'ni tanishtirib, qisqacha tanishtirilgan vizitkani yasasak bo'ladi. Shu mashqda 영함입니다. albatta 연결해 보세요. Ya'ni ismlari bilan biza bog'lab, telefon nomerlari bilan bog'lab, kasbi bilan bog'lab, biza buni 연결하다 qilsak bo'ladi, bog'lab ishlatsak bo'ladi. Xuddi shunaqa. Va keyingi mashqlarimiz ham faqat bular titkilar hozir bu yoqda titkiy bizada yo'q. xuddi shunaqa ishlatsak bo'ladi. Mana undan keyingi taomil 질문이 답하세요 mashqlarda aytilyaptiki, keyingisini o'qib savollarga javob bering deb ishlatilyapti. 안녕하세요. 저는 줄리앙입니다. 저는 프랑스 사람입니다. 저는 학생입니다. 만나서 반갑습니다. deb ishlatyapti. xuddi shunaqa ifodalasak ekan. Va biza hozir iga aliniyda grammatikasini ko'rib chiqdik. Yana qaytaraman, iga aliniyda grammatikasi biror bir otni inkor qilishda ishlatiladi va u otlarga nisbatan ishlatiladi. O'zbek tilida esa emas degan ma'nolarni ifodalashi mumkin bo'ladi. Bugungi ko'rib chiqadigan birinchi grammatikamiz mana shu yoqqacha edi. Agar sizlarga dars qiziqarli bo'lgan bo'lsa, ma'lumotlar olgan bo'lsanglar xursandmiz.
Va bizani yana qaytarib o'taman, Pekin darslarimiz Jahon konsalting kanali orqali yozib borilyapti. Agar sizlar xohlasangiz biza pulli darslarga qo'shib qo'yamiz sizni. Buning uchun bizaga Jahon konsalting admini orqali murojaat qilsanglar, biz sizlarga pulli darslarimizga ham yozib qo'yamiz va darsimiz mana shu kanalda olib borilyapti. Bugungi darsning birinchi qismi hozir o'z yakuniga yetdi. Hozir ketidan ikkinchi qismini yozamiz, charchamanglar.